Salom Pep, savolim Husanov haqida. U Chelsiga qarshi bo'lib o'tgan qiyin debyutidan keyin ancha yaxshi o'ynamoqda va bir necha uchrashuvlardan beri o'yinni asosiy tarkibda boshlamoqda. Sen uning o'sishini va jamoaga moslashuv jarayonini qanday baholagan bo'larding? Aslida uning bunchalik ko'p o'yinlarda ishtirok etishi kutilmagan edi. Lekin mavsum davomida himoya chizig'imizda yuzaga kelgan jarohatlar bilan bog'liq vaziyat shuni taqozo etdi. U ajoyib ko'rsatkichlarga ega. Bu 100%. U haqiqiy special one. Bundan tashqari u juda ham tezkor va o'z ishtiyoqini va olovni bera oladigan yigit. Balki bu narsa uning yuzidan, tana harakatlaridan ko'rinmas, lekin juda ko'p vaziyatlarda u o'z ishtiyoqini maksimum beradi va biz bundan xursandmiz. U juda qisqa vaqt ichida ko'p mashg'ulotlarni o'tkazmay shu narsalarni ko'rsatyapti. Va u bizga juda ko'p yordam bermoqda. U hattoki ingliz tilini bilmasdan jamoaga qo'shildi va moslashuv jarayoni qanchalik qiyin o'tganini tasavvur qilsak bo'ladi. Menimcha, u o'zini juda yaxshi ko'rsatdi. Shunday deb umid qilaman. Lekin albatta, til masalasini yaxshilash kerak. Shu sababli biz har doim ularni ingliz tilini o'rganishga, gaplashishga, muloqot qilishga undaymiz. Sababi bu juda ham muhim.